3ta juda qalin do'stlar bor edi. Ularning biri o'ta boy, qolgan ikkisi faqir edilar. Kunlarning birida boy, "Kelinglar, har kuni iftorni navbat bilan bir-birimizning uyimizda qilamiz. Bugun mening galim", debdi boy. O'sha kuni boy xizmatkorlariga uylarni tozalatdi. Oshpazlarga eng tansiq taomlar tayyorlatdi. Muhtasham dasturxon tuzatdi. Ikki do'sti kelib iftor qilishdi. Ikkinchi kuni esa ikkinchi do'stlarnikiga boradigan bo'lishdi. Ikkinchi do'st onasiga boyning dasturxonidan kam bo'lmagan ziyofat tayyorlashini buyurdi. Onasi, "Bolam, pulimiz yo'q-ku, qanday qilib sen aytgan narsalarni hozirlay?" deb so'radi. O'g'li onasining yuziga qarab baqirdi. "Nima qilsangiz qiling, men kambag'al, undan kam bo'lishni xohlamayman", dedi o'g'il. Ona sho'rlik qo'ni-qo'shnilardan qarz olib, o'g'li aytganidek dasturxon tuzadi. 3-kuni 3-do'stlarnikiga boradigan bo'lishdi. 3-do'st ham onasiga shunday deb holatni tushuntirdi. Onasi, "Bolam, sen bunday ishga qo'shilmasliging, ularnikiga bormasliging kerak edi. Ular shunday ziyofat berishibdi, borib yeb kelibsan. Endi sen qayerdan ulardek mehmon qilasan? Aqling bormi seni? O'g'lim, ahvolimizni bilmasang ham mayli edi", deb o'g'lidan xafa bo'ldi. O'g'li esa onasining peshonasidan o'pib, "Onajon, men sizni xafa qilib qo'ydim. Meni kechiring. To'g'ri aytdingiz. Qo'shilmasligim kerak edi. Lekin fursat o'tdi. Ular kelishadi. Mayli, biz ulardek dasturxon tayyorlamaymiz. Nimamiz bo'lsa shuni qo'yamiz", dedi o'g'il. Shom namoziga azon aytildi. Mehmonlar shomni o'qib, iftor qilish uchun xonaga o'tishdi. Ular dasturxonni ko'rib, hayratdan qotib qolishdi. Dasturxonda bir idishda xurmo, 3ta kosada sut, suv va bir necha bo'lak non, qaynatilgan tuxum bor edi. Ikkinchi do'stlari dasturxonga o'tirmadi. G'azablanib, "Himmating shumi hali? Agar seni bunaqa qilishingni bilganimizda kelmas edik", dedi boyga qarab. Boy indamasdan dasturxonga o'tdi va "Ishonasanmi do'stim, tuxum yemaganimga yillar bo'ldi. Uni shunchalar mazali ekanligini unutibman hatto", dedi boy. Ikkinchi do'st boyga qarab ensasi qotdi. "Undan ko'ra eng yaqin oshxonaga borib ovqatlanaman. Shu ham mehmondorchilik bo'ldi-yu", dedi-da zarda bilan chiqib ketdi. Boy bilan mezbon iftor qilib bo'lishgach, "Do'stim, nimaga sen qolding? Sen axir bunday tarzda taomlana olmaysan. Indamasdan qolding. Seni bu ishingdan hayratdaman", dedi mezbon. Shunda boy, do'stim, mol-mulk, taomlar shaxsning qiymatini belgilamaydi. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Kun kelib ehtimol sen mendan ham boyib ketarsan. Men siz ikkingizni, moddiy ahvolingizni yaxshi bilardim. Bilsam ham sizlarni sinamoqchi bo'ldim va ikkingizni aslingizni bildim. U do'stimiz oddiy bir yegulik, taomni deb sendan kechdi. U uyda zo'r ziyofat berdi. Boylardek ko'rinish uchun qimmat kiyimlar kiyadi. Vaholanki uning otasi, akasi bizning zavodimizda ishlashadi. Ularning oyligi, xarajatini bilaman. Sen esa boringcha bizni kutib olding. Hijolat bo'lmading. Aynan sen menga keraksan. Yangi shirkatimizga seni rahbar etib tayinlayman. Qay biringizni tanlashni bilmay yurib, shu narsani o'ylab topgandim", dedi boy. "Ha do'stlar, xulosa qilib aytamizki, moddiy ahvolingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hayotingizdan uyalmang. O'zligingizcha bo'ling. Faqat ma'naviy qashshoqlik, uyalishga arzigulik, o'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsatish riyoning ayni o'zi. Mol-mulkni harakatingiz bilan topasiz. Qadr-qiymatingizni axloqingiz, muomalangiz bilan ko'tarasiz. Qalbida zarracha kibr bo'lgan kimsa jannatga kirmaydi." Muslim, Termiziy, Hokim va Ibn Hobbon rivoyati. Alloh Ramazonda va undan keyingi bajaradigan amallarimizni qabul qilsin.